Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar, sizlar bilan Monster va Spark. Qudag'ay. Nima uchun meni qudag'ayimni mashina bunaqa ahvolga kelganini siz so'rasangiz, конечно, bunga men aybdorman. Menga bitta narsa alam qilgani Qashqadaryodan va uzoq joylardan obunachilarim hurmat qilib keldi, lekin bu narsani men qonuniylashtirmay turib sizlarni chaqirgan ekanman. Shu sababli bu bizni kichkinagina bayramchamizni buzib yubordi. Shuning uchun biz buni tez kunda qonuniylashtirib va albatta sizlarga lokatsiya tashlab yana chaqiraman. Mana shu bola balki Xudoy, mana shu bola, mana shu qarab tirjayib turibdi. Ana shu bola imindan sizlarga mana shu Sparkni avvalgidaqa qilib, avvalgi holatiga taxlab topshiradi. Shuning uchun Xudoy, bitta like bosib, mana shu videoni maksimal tarqatib qo'yingizlar va Narpay tumanidagi va mana shu Narpay rayonidagi avtozapchast sotadigan akalarimizga обращение. Mana shu mashinani o'z holatiga qaytarsak, xizmat sizdan, reklama bizdan. To'ylar muborak. Kommentariyaga aloqaga chiqavering. Zirtsit.